IELTSga tayyorlanib yurgan paytlarim speaking eng yomon ko'rgan skilllarimdan bittasi edi. Hattoki writingdan ham ko'proq speaking yomon ko'rardim va shuning uchun ham speakingim eng pasti chiqqan. Va buni sababi men speakingni qanday qilib rivojlantirishni, o'z usullari bo'ladi. Mana shularni bilmagan bo'lganman. Sizga o'xshab speaking javoblarini yodlab yurganman. Bugun siz bilan speaking, ya'ni gapirish qobiliyatini oshirish uchun speaking javoblarini yodlash nima uchun samarasizligini va qanday qilib biz to'g'ri usulda speakingimizni oshirishimiz mumkinligi haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda juda ham ko'pchilik studentlarda ko'raman, speakingni oshirish uchun yoki speaking endi boshlagan paytidayoq o'sha speaking javoblarini yodlashga harakat qilishadi. Ya'ni oddiygina sizga savol berildi. Do you like listening to music? Musiqa eshitish yaxshi ko'rasizmi deb oddiygina savol beradi. O'shani ham kitobdan kimdir yozgan javobni topadida o'shani yodlashga harakat qiladi. Buni bizga qanchalik foydasi bo'lishi mumkin? Xo'p, siz bilan biz o'sha javoblarni yodlar ekanmiz. Nechta javobni yodlab chiqishimiz mumkin? O'sha o'zi speakingimizda nechta savol bor? Har xil savollar berishi mumkin. O'zbekchada misol uchun nechta savol bor? Son sanoqsiz. Musiqa eshitish yaxshi ko'rasizmi? Bo'sh vaqtingizda nima qilasiz? Erta turasizmi yoki kech turasizmi? Sanoqsiz savollar bor. Bularni hammasiga qanday qilib siz javoblarni yodlab chiqmoqchisiz? Xo'p, o'sha savollarga javobni ham yodlarsiz. Lekin uni qanday qilib tabiiy chiqarib bera olasiz? Qanday qilib, misol uchun siz musiqani yoqtirasiz, lekin yoqtirmayman degan javobni yodladingiz. Qanday qilib buni tabiiy chiqarib, tabiiy aytib bera olasiz? Shu sababdan men aytaman, IELTS o'rganayotgan, IELTSdan imminni o'sha speaking skilllarni o'rganayotgan har bitta odam mana shu men aytmoqchi bo'lgan metodni ishlatishi kerak. Hattoki speakingni endi boshlagan bo'lsa ham. Demak, hozir siz bilan bullet points degan metodni o'rganamiz. O'zi bu metod demasa ham bo'ladi. Shunchaki biz bullet points, ya'ni o'sha nuqtachalarni ishlatgan holda speakingga javob tuzishni o'rganamiz. Demak, bu yerga ekranga qaraydigan bo'lsak, bizda bitta savol bor. What do you do in your free time? Bo'sh vaqtingizda nima qilasiz degan savol bor. Bunga qanaqa javob yozishimiz kerak? Ya'ni bunga yozmaymiz I read books in my free time deb to'liq gaplarni yozmaymiz. Nimani yozamiz? Wordga qaraydigan bo'lsak, mana bitta bullet points degan joyi bor. O'shani bosamiz, birinchi pointimiz chiqdi, ya'ni bitta nuqtachamiz chiqdi. Endi savolga birinchi o'rinda to'g'ridan to'g'ri javobni beramiz. What do you do in your free time? Bo'sh vaqtingizda nima qilasiz? Misol uchun, men bo'sh vaqtimda YouTube videolarini ko'raman. Okay. Watch YouTube videos. YouTube videolarini ko'raman. Watch YouTube videos. Xo'p, nimaga YouTube videolarini ko'raman? Endi o'sha to'g'ridan to'g'ri bergan javobimga men sababni aytishim kerak. Sababi useful, learn something, self improvement. Okay. Men o'zimni sabablarimni bu yerda keltirdim va endi oxirgi marta qaysi videoni ko'rdim? Mana shu savolga javob berib ketsam bo'ladi. Oxirgi marta men my favorite blogger, meni eng yaxshi ko'rgan blogerimdan detachment haqidagi videoni ko'rdim. Okay. Endi faqatgina e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda faqatgina so'zlarni yozdim. Watch YouTube videos. I usually watch YouTube videos deb yozmadim, so'zlarni yozdim. Yoki useful, because they are very useful deb yozmadim, faqatgina usefulni yozdim. Ya'ni bizga kerakli bo'lgan nuqtani yozyapman. O'sha ideyani yozyapman. Misol uchun, bu savolni menga shunchaki bersa ham shunchaki javob bera olaman. Lekin agar siz bunaqa savollarni oldin hech qachon ko'rmagan bo'lsangiz, sizda ideya muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni fikr kelmasligi mumkin. O'sha muammoni oldini olish uchun bu yerda faqatgina fikrlarni yozib chiqdim. Faqatgina fikrlarni. Endi javob berayotganimda qanaqa protsess bo'ladi? Okay. Watch YouTube videos ekan. Kimdir savol berdi.
What do you do in your free time? Endi men javob beraman. Well, I watch YouTube videos when I have free time. Because they are useful, and I usually learn some things, like something related to self-improvement most of the time. For example, last time I watched a video of my favorite blogger. It was about detachment and was published like a day ago. That's it. Bo'ldi. Qanaqa protsess bo'ldi miyamda bu? O'yladim, okay, watch YouTube videos. Qaysi zamonda qo'yaman buni? Odatlar uchun qaysi zamon ishlatilardi? Present simple ishlatilardi. Okay, present simple da qo'yar ekanman. Present simple formulasi qanaqa edi? Subject plus verb. Gapimiz subject kim? I, men ko'raman. I. Film qaysi? Watch. I watch YouTube videos. Qachon ko'raman buni? When, qachonki I have free time. Bo'sh vaqtim bo'lganda ko'raman. Okay, birinchi gapim tugadi. To'g'ridan to'g'ri javobni berdim. Endi sababni berishim kerak. Sababni berishim uchun chunki degan so'zni ishlatishim mumkin. Chunki degan nima degani? Because degani bor, since degani bor. Farqi yo'q. Xohlaganimni ishlataman. Because ular juda ham foydali bo'lsa qanaqa bo'ladi gapim tarjimasi? They are very useful. Men ulardan self improvement, ya'ni o'zini rivojlantirishga oid narsalarni o'rganishim mumkin. Mumkin degan nima edi? Can. I can learn some things related to self improvement. Okay, related to degan so'zni yodlagandim. Related to degani bog'liq degani. Okay. Endi ikkinchi gapim ham tugadi. Oxirgi gapim. Misol uchun deb boshlayman. For example, oxirgi marta mana shu sevimli blogerimni detachment haqidagi videosini ko'rgandim. Last time I have watched aytaman, bu present perfect ishlataman bu yerda. Mana shu to'g'ri keladi chunki. I have watched video from my favorite blogger. Meni eng yaxshi ko'rgan blogerimni videosi, okay? About detachment. About degan haqida degani edi. About detachment, ya'ni detachment haqidagi videolarni ko'rdim. Okay. Demak, mana shunaqa ko'rinishda biz savollarga javob berar ekanmiz. Hozir birinchi sizga javob bergan paytim, bu siz endi boshlagan paytingiz. Faqatgina o'sha javoblarni yodlab, endi yodlamaslik kerakligini tushunib, mana shu metodni qo'llagan paytingiz qanaqa javob berasiz? Endi hozir yana bir marta javob berib ko'raman. Bunda mana shu metodni 30 kun, 60 kun davomida har kuni qo'llagan paytingiz qanaqa javob berasiz? Well, I watch YouTube videos when I have free time, and because the main reason is that I learn some things about self-improvement. They are very useful for me. For example, last time I have watched a video from my favorite blogger. Her name is Liz, and the video was about detachment. That's it. Deyarli shunaqa javob berasiz ham bo'ladi. Mendan ham yaxshiroq javob berishingiz mumkin. Demak, bu yerda faqatgina biz siz bilan part 1 savollar haqida gaplashdik, lekin part 2 da ham, part 3 da ham xuddi mana shunaqa qilib faqatgina bullet pointlarni, o'sha nuqtachalarni ishlatgan holda biz asosiy ideyalarimizni yozib chiqamiz, bitta ikkita so'z bilan. Keyin o'sha grammatika va lug'atlarni xayolimizda eslagan holda gapirib beramiz. Endi siz bilan ushbu metodni ko'rib chiqqan ekanmiz. Sizga savol beraman. Kim bu metodni ishlata olmaydi? Speakingni endi boshlagan o'quvchi ishlata olmaydimi? Yo'q, ishlata oladi. Mana bu kitoblarni hammamiz o'qiganmiz, to'g'rimi? Mana bu grammatika kitoblarini yillab o'qiganmiz kerak bo'lsa. Lug'at kitoblarini mana shu kitobdan hammamiz lug'at yodlaganmiz, to'g'rimi? Xo'p, buni nima uchun qilganmiz deb o'ylaysiz? Nima uchun mana shuncha grammatika, lug'at kitoblarida lug'atini bittalab yodlab, grammatikasini, qoidasini bittalab yodlab chiqqanmiz? Speaking uchun. Speaking, writing uchun.
Mana shu grammatikani o'qiganimizni bir tiyinlik foydasi yo'q agar biz uni ishlatmasak. Siz o'sha javoblarni yozib yodlagan paytingizda grammatikani ishlatmayapsiz. Mana bu kitobni 2 yillab o'qiganingiz, 1 yillab, 2 yillab o'qiganingizni umuman ishlatmayapsiz. Hech narsa. Havoga shunchaki sovurib yuboryapsiz. Birinchi mana shu foundation o'qib olish kerak. Foundation nima bu? Bu degani har bitta любой savolga javob bera olish qobiliyati. Mana shu foundationni qurib olganingizdan keyin tezlikka ishlasangiz bo'ladi. Keyin asta-asta tezligingiz oshib ketaveradi. Birdaniga sizga natijasi bilinib qolmaydi buni. Buni natijasi uzoq muddatda, misol uchun 1 oy, 2 oy, 3 oyda har kuni speaking qiladigan bo'lsangiz, buni natijasi bilinar ekan. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Lug'atlarni yoki strukturalarni qayerdan olaman? Agar mana bu grammatik kitoblarni, hali lug'at kitoblarini hali o'qimagan bo'lsak, misol uchun ingliz tilini endi boshlagan bo'lsak, qayerdan olishim mumkin? Sizga eng ko'p tavsiya bera oladigan, men har doim hammaga tavsiya beraman, bu Keith. Ya'ni YouTube'dagi Keith degan bitta ingliz tili instruktor bor. Va u 2 soatlik, 1 soatlik videolar tahlili, jonli efir qiladi. O'sha jonli efirni yozib olib YouTube'ga qo'yadi. Bunda qanaqa bo'ladi? Bitta mavzuni oladi. Misol uchun friends, do'stlar mavzusi yoki leisure time, bu degani bo'sh vaqt. Mana shunaqa bitta mavzuni oladi va o'sha mavzuga oid bo'lgan, kerakli bo'lgan bizda tabiiy frazalarni, e'tibor bering, tabiiy frazalarni, chiroyli so'zlarni emas, tabiiy, haqiqatda o'sha native speakerlar tomonidan ishlatiladigan frazalarni, so'zlarni, strukturalarni sizga mana shu 2 soatlik video ichida o'rgatadi. Ya'ni o'sha frazani kerak bo'lsa o'sha frazaga 10 tadan gap aytadi. 10 tadan gap o'sha o'zini misol qilib keltirib chiqarib beradi. Keyin siz uni eshitib o'rganishdan sayin uni bemalol speakingizda ishlata oladigan bo'lasiz. Mana qanaqa qilib biz lug'atni o'rganishimiz kerak. Demak, bolajonlar, shu bilan videomiz o'z yakuniga yetdi. Umid qilamanki, siz bu videodan ko'p narsalarni o'rgandingiz, speakingni qanday qilib to'g'ri yo'lda oshirish mumkinligini va nima uchun o'zi speakingingiz qotib qolganini, bitta joyda qotib qolganini tushunib yetdingiz deb o'ylayman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kommentariya yozing va do'stlaringizga ulashishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bye bye.